21 may Xitoy vakillari Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisi Dolqin Esoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlariga qatnashish huquqini bekor qilish va xatar ostidagi xalqlar tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi maslahatchilik salohiyatini elib tashlash haqida nota topshirganligini o'ttirga qo'ygan edi. Bu munosabat bilan Amerika, Germaniya boshliq G'arb demokratik ellari bilan Xitoy va Xitoy tarafdorlari o'ttirisida keskin talash-tortish yuz bergan. 2 haftaga so'zilgan bu diplomatik jangning natijasi 30 may Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining g'olibiyati bilan oxirlashdi. Bu Dünya Uyg'ur Qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy mustabid hokimiyati ustidan qozongan yana bir buyuk g'alabasidir. Tuvanda sizlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 21 may bo'lib o'tgan keskin jangning amaliy jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlardan voqif bo'lasizlar. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Special reports. We haven't received any reports thus far. The distinguished representative of China has the floor. Thank you, Mr. Chair. Under this agenda item, China has already asked for the Rahmat Reis efendim. Jungo Trap mazkur programma tartibi bo'yicha tadqiq tushirgan xalqlar jamiyat tashkilotininki maslahatchilik salohiyatini bekor qilishni talab qiladi. Mazkur komissiya munosabatli tartib bosqichlariga asosan not topshirdik. Shinimanki komissiyaning barliq a'zolari uning bir qarab chiqdi. Bu notada bizning mazkur tashkilotning maslahatchilik salohiyatini ilib tashlash sababi haqida ochiqlik to'xtaldik. Men bu yerda uningdagi mazmunlarni takrorlab o'tmayman. Men tuvanda 3 nuqtani ta'kidlamoqchi. Oldi bilan tadqiq kuchirgan xalqlar jamiyati jungoliq terrorchi Dolqin Esoni VDTning o'xshamagan yig'inlariga qatnashtirdi. Yaqinda ichilgan yerlik millatlar yig'inimi shuning ichida. Dolqin Jungo hukumat tomonidan 2003-yili terrorchi qatoriga kirgizilgan shaxs bo'lib, u terrorlik huquqini qilish, tashkillash, rahbarlik qilishga chetishlar. U yana terrorchilarni qutqizish, moliya yordam berish bilan aloqador. O Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashi tarafidan terrorist tashkilot deb bekitilgan Sharq Turkiston ozodlik tashkilotining doirasi bo'lgan. U Jungo chegarasida nurg'un terrorlik voqealariga yetakchilik qilgan va ilib borgan. Bular portlatish, go'ragi ilish va qasash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. U har qanday o'lcham bo'yicha olgan bir terrorchi. U 1995-13-14 kuni Turkiyaning Ankara shahrida turib, Jungoning Xinjiangdagi bir portlatish voqeasini planlaganligini oshkora jakalagan. Ikkinchidan, u va uning tashkiloti Xinjiangning mustaqilligini da'vo qiladi. U hozir Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi bo'lib xizmat qiladi. Bu qurultayning maqsadi bir mustaqil Sharq Turkiston davlat qurib chiqish bo'lib, ularning harakati Jungoning zimin butunligi va egilik huquqi uchun ig'ir ta'dil shakllantirdi. Men egallagan ahvollarga asoslanganda ta'dilga uchragan xalqlar jamiyatining boshqa davlatlarning zimin butunligi va egilik huquqiga daxl qiladigan ta'dil shakllantirib kelgan. Bularning hammasi mazkur tashkilotning Birlashgan Davlatlar xotirasiga xilof bir tashkilot ekanligini ko'rsatdi. Uchinchidan, Dolqin 5-aprel kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yerlik millatlar yig'iniga qatnashgan bo'lib, u ta'dilga uchragan xalqlar jamiyatiga tizimli qatnashgan. Biroq dialog jarayonida u o'zini Dünya Uyg'ur Qurultiyi deb olgan. Ammo bu qurultayning maslahatchilik salohiyati yo'q, ham mazkur yig'inga qatnashish salohiyati yo'q. Ta'dilga uchragan xalqlar bo'lsin, Dolqin bo'lsin yoki har ikkisi bo'lsin, yolg'onchilik, soxtalik bilan dialog yig'inlariga suqinib kirib olgan. Bu qilmishlarning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tuzumlari va o'lchamlariga eg'ir xiloflik qilganlikdir. 1996-yildagi 30-nomerlik nizomnomaga 31-nomerlik moddasiga asosan mazkur jamiyatning maslahatchilik salohiyati yo'q. Shunga biz uning salohiyatini bekor qilishni talab qilamiz. Biz komitetining yangi yig'in boshlanishida bu jamiyatning salohiyatini ilib tashlashni so'raymiz. Shundaq bo'lsa-mu, biz mazkur komitetining munosabati tuzum va tartiblariga asosan bu jamiyatga bizning yozmacha tekshirishimizga javob berish
fursati berishni xohlaymiz. Bizning juma kuni muvofiq qaror qilishimiz uchun bu jamiyatning bu shartning juma kunigacha yozmachi imkon qaytarishni talab qilamiz. Rahmat rais afandim. Jungo alayda vakolatning so'ziga rahmat. Munosib tartiblarga asosan mazkur jamiyatning muzokaraga imkon bildirish bo'lsa va katibat boshqarmasi ular bilan aloqalashdi. Juma kuni biz muhim bo'lgan organ doklatiga erishimiz. Eğer başka karşı fikirler olmasa tertip boyunca davamlaştırırız. Kun tertipini davamlaştırırız. Başka vekillerin mezkur timde söz var mı? Amerika Birleşik Ştatları vekili. Mikrofon. Rahmet reis efendim. Siz elip beriyotgan tertip fikrin için rahmet. Jungo vekili o'tirib qo'ygan maslak qarta men bosh kotibning dokladini o'qib o'tmoqchi. Bu 2018-yili 23-mart tarqatilgan doklad. Qayta deb qo'yay. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibining dokladi. Birer g'ayri hukumat tashkilotining emas yoki taratqu doklad emas. Men avval bir paragrafni o'qib o'tay. Uningda mundaq deyilgan: 2017-yili 4-oyning 26-kuni Jungo vakillarining talabi bo'yicha bexatarlik masalasi haqida uchirib berganlik sababi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı bosh shtavidagi yerlik millatlar yig'inida qatnashayotgan bir Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi va tahdidga duch kelgan xalqlar jamiyatining a'zosi Dolqin Aysa yig'in maydonidan salohiyatni tekshirish uchun yalab elib chiqilgan. Natijada Dolqin apandi o'zining yig'inga qatnash salohiyatini asli keltirmagan. Bu o'tgan yilgi ish. Bu insoniy huquq qo'g'dug'ichilardan qisos elish haqidagi dokladdan elindi. Shunisi nayt aniqki bugun bo'layotgan ishlar yana bir qatimliq qisos elish harakatidan iboratdir. Komitetning mana mushundaq qilmishga sherik bo'lishi talab qilinyotidi. Biz bu qilmishdan qattiq andisha qilamiz. Jungo vakili o'tirib qo'ygan ayblashlardan andisha qilamiz. Bu xat bak kechikib yetkazilganligi uchun nurg'un vakillarning bugun bu haqda so'zlashga tayyorlik qilgudek vaqti bo'lmadi. Bizning tushunishimizcha bu shaxs munosabatlik ijozatga erishib, ondan yig'inga qatnashgan. Agar bu yerda Rasululloh bexatarlik masalasi bo'lsa, Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik tarmoqlari qoida tuzumlarga nihoyat jiddiy muomala qiladi. Bizning rais apandidan talab qiladigan ishimiz xavfsizlik kengashi mas'ulini taklif qilib, bizga bu shaxs haqida uchirib berishni o'rlashtirishdir. Xuddi Jungo vakillari degandek, bu shaxs ijozatga erishib yig'inga qatnashgan. Yana qayta deb qo'yay. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı bosh kotibining o'tgan yillik bexatarlik dokladida yozilgan. Shunga rais apandim, biz bu masala haqida nihoyat andisha qilyapmiz. Biz mazkur jamiyatning munosabatli uchurlarga javob berish uchun juma kunigacha vaqt berishni muvofiq deb qaraymiz. Biz tartib bo'yicha ularga fursat berishimiz, munosabatli omillarni o'ylashimiz kerak. Biroq biz yana boshqa gavdalardan anglashimiz kerak. Agar bu yerda Rasululloh hammamiz diqqat qilishga tegishli terrorlik tahdidi bo'lsa, agar u Rasululloh terrorlik qildigan shaxs bo'lsa, o'zimizning manfaatini chiqish qilguvchi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu shaxsning Amerikaga kirish uchun viza bermagan bo'lardik. Agar bu yerda haqiqatan Jungo vakillari degandek bexatarlik tahdidi bo'lgan bo'lsa, Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kuchlari bizni xatarga tashlab, uni kirgizmagan bo'lardi. Shunga rais apandim, biz munosabatli uchurlarni anglashimiz, paketlarni ko'rishimiz kerak. Shunga bu komitet qisoskorlikning sherigi emas. Biz buningga keskin diqqat qilamiz. Yana deb qo'yay, bu masala biz uchun haq-nohaq masalasi. Tarixdagi har qanday chog'dagidan bekroq oshkor masala. Bizda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın o'zining dokladi bor. Biz mazkur komitetdagi har bir shaxsning buni bugun kech tafsili o'qib chiqishini umid qilamiz. Rahmat. Men Amerika alayid vakilining so'zlari uchun rahmat aytaman. Talab bo'yicha kotibat boshqarmasi bexatarlik komiteti bilan aloqalashadi. Bu tema haqida juma kuni biz yetarli uchurga erishimiz. Ya'ni kimlar so'z qilish talab qildi? Bir nechalar bor ekan. Jungo taraf qildimi? Qani so'zlang. Meningcha boshqalar avval so'zlab olsin. First of all, the Society for Threatened People is an independent human rights organization. Germaniya vakili bilan Yevropa ittifoqi vakilining talabini ko'rdim. Germaniya, qani so'zga chiqing.
Rais efendimga rahmat. Rais efendim, biz bugün başlanğan müzakirimizga xatar ostidagi xalqlar jamiyatining maslahatchilik o'rnini bekor qilish iltimosini ko'rib hayron qoldik. Men bu bekor qilish loyihasi haqida bir necha ig'iz so'z qilay. Oldi bilan xatar ostidagi xalqlar jamiyati bir mustaqil insoniy huquq tashkiloti. Ular xatarga duch kelgan etnik millatlar, dinlar va yerli xalqlarining huquqi uchun xizmat qiladi. Ularning o'rni Germaniyada bo'lib, 1993-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining maslahatchilik salohiyatiga erishgan. Shuningdan boshlab nurg'un xalqaro yig'inlarga qatnashgan. Buning ichida yerli xalqlar mangulik munbiri yig'inlari bor. Dolqin Aysa efendim yerli xalqlar munbiri yig'ini uchun xatar ostidagi xalqlar jamiyatiga tizim qoldirgan. U bir qancha yildan beri mazkur jamiyatning a'zosi bo'lib kelmoqda. Mazkur jamiyatning nurg'un a'zolari bo'lib, ular o'xshamagan asonliq millatlar va etnik guruhlarga tabe. Bir odamning bir necha jamiyatga a'zo bo'lishi normal ish. İkinchidan, Dolqin Aysa efendimni terrorlik faoliyatlar bilan ayiblash, terrorlik tashkilotiga bog'lash bizning qarshimizda asos yo'q. Bu ayiblash hozirgacha bir necha qitim e'lon qilindi. Biroq biror qitim isbotlanmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik tarmoqi Dolqin Aysa'da agar bexatarlik masalasi ko'rilgan bo'lsa, uningga yig'inga qatnashish salohiyatini bijirib bermaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komiteti eng yuqori darajali organi o'tgan yili mazkur masalaga qarab chiqdi va Dolqin Aysa'ning yig'inga qatnashmasligiga oid hech qanday fakт ko'rmadi. Komitetning bir a'zosi tarafidan o'tirib qo'yilgan isbotlarining munosabatsiz ekanligi aniqlandi. Dolqin Aysa haqidagi xalqaro soqchi tashkilotining xalqaroliq ogohlantirish belgilamasi mushu yil 2-oyda noit keskin talash tortishdan keyin bekor qilib etildi. Dolqin Aysa yana Germaniya fuqarosi, Germaniya bexatarlik kuchlarining uning tahdid shakllantirdiqaliga oid hech qanday uchur yo'qligini bildirdi. Bularning hammasi mazkur jamiyatning maslahatchilik salohiyatini elib tashlash iltimosini asos bilan ta'minlamaydi. Xatar ostidagi xalqlar jamiyatining maslahatchilik salohiyatini qoldirishga urinish g'ayri hukumat tashkiloti va Dolqin Aysaning inson huquq haqidagi andishlarini so'zlashga qarata o'ch ilish harakatidir. Dolqin Aysaning burunqi yig'inlarga bexatarlikni sabab qilib qatnashishdan to'sishga urinish bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'tgan yillik bexatarlik dokladida o'ch ilish harakati deb tilga olingan. Biz bu komitetning a'zolarini mazkur jamiyatning maslahatchilik o'rnini bekor qiladigan loyihaga qarshi turishga chaqiramiz. Bu komitet g'ayri hukumat tashkilotlarining insoniy huquq haqidagi andishlarini oshkora so'zlaganligi uchun ulardan qisos olmasligi kerak. Munosabat qoida tartiblariga asosan g'ayri hukumat tashkilotlarining bayonlarini anglab beqish kerak. Biz bu yil xalqaro insoniy huquq xitobnomasi e'lon qilganligining 70 yilligini tabriklaymiz. Men bu komitetni bu xitobnomaning ro'yi va prinsiplarida mustahkam turish va hurmat qilishni so'rayman. Hurmatli rais efendi. Germaniya vakilining so'ziga ko'p rahmat. Men endi so'zni Yevropa ittifoqi vakiliga beraman. Rahmat rais efendim. Yevropa ittifoqi xatar ostidagi xalqlar jamiyatining salohiyatini elib tashlanish haqidagi loyihadan qattiq andish qilganligini bildirdi. Bu andisha mazkur loyihaning o'tirib qo'yilgan vaqt masalasi va u ta'minlagan isbotning yetarsizligidan kelib chiqqan. Hozir g'ayri hukumat tashkilotlar komiteti o'tgan hafta oxirida yig'in boshlanishga bir qancha soat qolganda mazkur loyihani topshirib oldi va qaror chiqarish talab qilindi. Qo'lingizda yetarlik paket bo'lmay turib, bundaq jiddiy masalani aldirib muzokara qilishga tashlash bir qoyil qilarlik usul emas. 1993-yildan boshlab maslahatchilik salohiyatiga erishib kelgan insoniy huquq xizmatlari sababli ba'zi davlatlarni tanqid qiladigan g'ayri hukumat tashkilotlarini terrorlik faoliyatlar va tashkilotlar bilan aloqador deb ayblab, salohiyatni bekor qilishni talab qilish kishiga gumon tug'dirdi. Hukumat va doiralar bexatarlikka aloqador ayblashlarini qo'llamagan ahvolda, masalan, bu qitim Germaniya bu ayblashlarini qo'llamadi. Biz yana shuni eslatamiz. Dolqin Aysa masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining 2017-yillik dokladida o'ch ilish deb ayblangan va bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson huquq tarmoqlari va boshqa apparatlar bilan bo'lgan hamkorligida tilg'ingan. Yevropa ittifoqi bu masalada g'ayri hukumat tashkilot komitetining mazkur jamiyatning salohiyatini bekor qilishdan saqlanishga chaqirdi. Rahmat, rais efendim. Yevropa ittifoqi vakilining so'zlari uchun ko'p rahmat aytaman. Rossiya Federatsiya vakili so'z talab qildi. Mikrofon sizda. Thank you, Mr. Chairman.
Reis və xizmətdaşlarınızға rəhmət. Bu məsələyə qarşı biz nəhayət əstayil anladıq. Cungo vəkili təminləyən materiallarını əstayil gördük. Biz deməkçi bolğanımız, Cungo vəkilinin xətar astidagi xalqlar cəmiyyəti haqqında qarashları nəhayət ciddi ekan. Uningda yana ba'zi tarix omillarmi bor ekan. Biz yana Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi vakillarining ko'z qarashlarini anladik. Biz bu jamiyatning maslahatchilik slaydining barligiga hurmat qilamiz. Hozir bu munozaralar mazkur tashkilotning orqa ko'rinishi bilan aloqador bo'lyapti. Bu salohiyat bu jamiyatlarga tarmoq yig'inlarga qatnash slaydi berib qolmay, yana uningdan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qoidasiga rioya qilishni, bexatarlik talablariga rioya qilish qatorliq mas'uliyatlarni talab qiladi. Har qanday ahvolda terrorlik faoliyatlari bilan aloqador bo'lgan shaxslarga hargiz qalqon bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Biz bu masalada intayin jiddiy qaraymiz. Oxirida biz Cungo vakillari hukumatining juma kuniga fursat berib, vaqtni tanishganlik uchun rahmat aytamiz. Bundaq bo'lganda biz jamiyat haqida yetarlik paket va uchurlarga erishib, uning salohiyatini bekitalaymiz. Rossiya Federatsiyon vakilining so'zi uchun rahmat aytaman. Tizimlikda Pakistan, Kuba va Isroilni ko'rdim. Pakistan vakili mikrofon sizda. Good morning to colleagues. Rais efendim, my delegation has vakillar umkimiz mazkur korpusdagi munozaralarni oldik. Biz vakillar umkining maslahatchilik salohiyati bor. Bir tashkilot haqidagi nihoyatda muhim bir ayblashni o'tirib qo'yganligiga diqqat qildik. Biz terrorizm bilan aloqador ayblashga yeniklik bilan muomala qilmaslik kerak deb qaraymiz. Gerçi bir g'ayri hukumat tashkilotining o'rni bo'lgan taqdirdami, Cungo vakillar umkining mazkur jamiyatning inkos qaytarishiga vaqt berishi uch qashqar bo'lish prinsipiga uyg'un bo'lib qolmay, qonun tartiblariga uyg'un keladi. Agar terrorizm bilan aloqador ayblashlar bo'ladi ekan, cho'qim astoydil muomala qilinish kerak. Shundaqla biz mazkur komitetni bu munozarani siyosiylashtirmaslikka chaqiramiz. Biz inson huquq hududlarining muhimligiga ishonamiz. Bizning juma kunigacha vaqtimiz bor. Biz bu tashkilotga vaqt berdik. Davomli munozara qilsak bo'ladi. Hozir siyosiy munozara qilish mazkur komitet uchun foydali emas. Mening hozir o'ylaganlarim shu. Rahmat. Pokiston vakilining so'zi uchun ko'p rahmat. Kuba vakiliga mikrofon beraman. Ko'p rahmat efendim. Mening umikim Cungo vakillar umki komitet a'zolari ta'minlagan materiallarni o'qib chiqdik. U bizga juma kuni kechda yetkazildi. Biz nəhayət əstayil görüb çıxdıq. Əhval tövəndikcə. Biz bu komitetning məsuliyyətiga nəhayət əstayil muamele qilishimiz kerak. Biz bəzi vəkillərinin jarayon məsələsi haqqındakı qarashlarini anladık. Ya'ni məsələnin qandaq o'tirib qo'yish kerakligi haqida Cungo vakili talab qilgan iltimos va uning yetkazish jarayoni mazkur komitetning kaskin tuzumlariga to'liq uyg'un. Ilgirgi ahvollarda ishlar shundoq bajariladi. Vakillar qaror chiqarishdan burun muzokaraga aloqador materiallar beriladi. Men ba'zi vakillarning nima uchun buni tartibga uyg'un emas deganligini tushunmayman. Men yana Cungo vakillari umkiga rahmat aytaman. Ular mazkur komitet qoidasiga bo'yicha harakat qildi. A'zolarini bugunla darhol qaror chiqarishga besim ishlatmadi. Men Cungo vakillari umkining BDT yig'in tartibiga uyg'un holda hamma vakillarning uchuriga erishish uchun vaqt berganligiga rahmat aytaman. Shundoq bo'lganda biz nimaning zo'rligini bila olamiz. Bu komitetning tuzumiga uyg'un. Yana bir qitim men Cungo vakillari umiga yana bir qitim rahmat aytaman. Biz ular ta'minlagan uchurlarga nihoyat astoydil muomala qilamiz. Juma kuni biz qaror chiqarishga tayyor bo'lamiz. Rahmat. Bu vakilning so'zi uchun ko'p rahmat. Endi Isroil vakiliga so'z qilish fursati. Rahmat Rais efendim. Men so'zimni qisqa qilaman. Men Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya vakilining mazkur g'ayri hukumat tashkiloti haqidagi uchurlar va ko'z qarashlarini bizga tushuntirganligi va o'rtoqlashganligiga rahmat aytaman. Men Amerika vakilining Cungo vakili o'tirib qo'ygan mazkur jamiyat haqidagi ayblashni muhokama qilish uchun muzokarani juma kuni kechiktirish planini qo'llayman. Isroil vakilining so'zlari uchun ko'p rahmat. Tizimlikda boshqalarim bor ekan. Qani Eron Islom Jumhuriyati vakili. Rahmat Rais efendi. Men bu nihoyat qisqa so'zlayman. Ba'zi vakillar o'tirib qo'ygan terrorlikqa aloqador jamiyat va shaxslar haqidagi masalalar nihoyat kaskin muhokama qilish kerak deb qarayman. 9961 numurli qarornomaga asosan ma'lum g'ayri hukumat tashkilotining salohiyati bo'lganligi uchun mazkur komitetning uning haqidagi tekshirish huquqini bekor qilishini bildirmaydi. Men Cungo vakilining mazkur g'ayri hukumat tashkilotining inkosini anglash uchun fursat berganligi uchun rahmat aytaman. Shundoq bo'lganda komitet harakat qo'llana oladi. Biz bu yerda terrorizm bilan qisos ilishni
o'xshash o'rin qo'yib aralashtirib etsak bo'lmaydi. A'zo davlatlar nihoyat ehtiyot qilish kerak. Bo'libmi bir qonunliq a'zo davlatning jiddiy andishiga hurmat qilishimiz kerak. Amaliyotda ba'zi terror tashkilotlar ba'zi davlatlarda erkin harakat qilyotadi. Bu nuqta bizning andishimizni qo'zg'aydi. Shunga a'zo davlatlarning muvofiq harakat qilmaydigan tashkilotlarning salohiyati haqidagi andishiga diqqat qilishimiz kerak. Rahmat.